Bugun Rasodada mehmon bo'lamiz. Mehmon bo'larkanlar. Limonni bu yoqqa bering. Limon bilan ketadigan farel balig'ini qilib beraman. Nima dedingiz? Bo'ladi. Oshxonamga ketdi unda. Samuraylarning pichog'ini olasiz. Ha deb limonni stolga urib negativ eshitgandan ko'ra, bugun chiroyli qilib kesamizda. Mazasiga baho beramiz. Mazasi super. O'rtoqlar, Rassoda restoran hamda mehmonxonadan iborat, alohida kabinka bor, terrasa bor hamda общий zaldan iborat. Mana shu retsept orqali azizlarimni o'zlariga alohida yozsalar ham bo'ladi, kelsalar ham bo'ladi. Shundoq Malikani ro'parasida joylashgan Rassoda. Alhamdulillah. Limon bilan baribir boshqacha-da.